Ana aka, hurmatli obunachilar, gaz ballondan o'rnashtirib, tayyorlar shumkalarni qilib, cho'tki qilib o'rnashtirib berdi. 59 litrli propan ballon. Shu zapravочница boshqina akkuratni qilib joylashtirib berdi, to'g'ri. Shaklda injektor Nordic reduktorlari bilan cho'tki qilib o'rnashtirib berdi. Ishlashlari ham normal, ideal bo'ldi. Hech qanday chekbek yo'q. Gazga o'tdi 100%. Оборотлari ham mukammal. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastki nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Like, podpiska bosib qo'yishni unutmanglar. Hammaga sog'lik, salomatlik tilaymiz.